Oshxona ichish jarayonida ilgari Nyurmenga intayin amroq men Nyurmenning xemirini keltirish uchun bunga panxoy ya'ni lamenjim deb qo'ydi. Shuni ishlatib bildim. Nyurmenning xemirini keltirish uchun 5 minutdan 10 minutgacha vaqt ketadi ekan. Dal shunga panxoy ishlatiladi ekan. Shu panxoy ishlatish jarayonida bu kumush bilezik shu 10 minut ichida qardab chirib ketgan holatga o'tib ketadi. Qadimgi zamondagi podshohlar tamoq yeyishdan burun tamoqqa shu kumushni sepib qo'yadi ekan. Agar kumushning rangi o'zgarsa yoki qardab ketsa tamoqda zahar bor deydi ekan. Onundan başqa mandaq bir ish yana mening diqqatimni qo'zg'ab qo'ydi. Men lag'menga ait amroq. Lag'menning seni qo'rish jarayonida buning seni tutib olmaslik uchun qozonning bunga yog' soldi ekan. Seni qo'rib bo'lgandan keyin yog'ni yandiki qo'rg'i to'kadi ekan. Yana seni qo'rsa, yana shu obayqa ishlatgan yog'ni yana soladi ekan. Demak, bir yog' qayta ishlatgan degan gap. Odatda biz ishlatgan palas yog', dadu yog', zarangiz yog'lari uning tarkibida to'yingan taq may kislotasi bir qadar yuqori bo'lganligi uchun bizning qon to'mo yo'llarimiz yoki uchay yo'llarimizga chaplashib oldi. Shuning uchun bizni qon quya qon besim kasalliklarga giribdor bo'lish nisbatimiz bir qadar yuqori bo'ldi. Ilgari cho'nglarda bo'lsa, hozir yoshlardan aytib nimishqa ko'p qism yoshlar tala tamoq yeganlik uchun. Odatda bir chomifin nengoni qorish uchun hech bo'lmaganda 9 xildan 11 qismgacha teoliyo yana material ketadi ekan. Dubanjang, lapiza, jijing, veijing, oqmush, qarmush, tuz degandek nurg'un bir narsa ketadi ekanda. Shuna o'xshash hatto biz hammamiz yoqtirib yeydigan poloningmi go'shini savisini qo'rib bo'lgandan keyin suyini qo'yib tepasiga yog'larni suzib oldi ekanmiz. Keyin gurujni dumlagan vaqtda abay suzib olgan shu yog'ni ya'ni gurujga ichirib yedi ekanmiz. Demak, aslida ham bizning badanimizga ancha foyda qilib ketmaydigan, lekin foyda qilish nisbatini ziyon qilish nisbati yuqoriroq bo'lgan yog'larni ya'ni majburiy guruch ichirib yetadi ekanmiz. Demak, turmushimizda hammamizning oshxona sohasi bilan shug'ullanib ketishimiz notayin, hammamizning bir ish bilan shug'ullanib ketishimiz yoki tushunishimiz notayin. Shunga ko'p qism ahvol ostida boshqalar bizga ko'rsatib bergan to'g'ri deb bilganni yoki ko'rinishida bizga chiroyli ko'ringan yoki paks ko'ringan ishlatib ekanmiz. Xuddi yer shari cho'ng bo'lgan bir magnit maydoni. Demak, yer sharining o'zi cho'ng bir bakaliq davolash uskunasi degan gap. Biz mush elektr energiyasi bilan shug'ullanish jarayonida magnit bilan chiqishib qoldik-da. Bu magnit to'g'riliq izlanib biz hayron qarorliq bir natijaga erishib qoldik. Odam hayotda magnitdan, ya'ni magnit maydonidan ayrilib bo'lmaydi ekan. Bu dal 2020-yildagi meditsina sohasidagi 4 cho'ng mo'jizaning birisi ekan. Bo'libmi odam hayotimizda birinchisidan quyosh nuri, ikkinchidan havo, uchinchidan suv, to'rtinchidan magnit maydonidan ayrilsa qolmaydi. Chunki odam badanidagi har qaysi a'zolarning o'zining magnit maydoni bo'ldi ekan. Biz ko'p qism ahvolda shu yer sharining bevosita biz bilan uchrashmoqchi bo'lgan magnit maydonidan ayrilib yashaganligimiz uchun biz amaliyotda bo'lmaslikqa tegishli kasalliklarga giribtor bo'ldik ekanmiz. Nimishqa? Men hozir mashinaning hamma tumi metal buyum degan gap. Mana bu zishqi bir qadar yuqori magnit. Mana bu mashina tortdi degan gap. Demak, men hozir yer sharining magnit qismi bilan uchqishamayapman degan gap. Masalan, uyimiz, dukkanlarimiz, mashinalarimizni hammasiga ishlatgan materiallar alyumin, po'lat, temir, shunday metal buyumlar bo'lganligi uchun bu metal buyumlar yer sharining biz bilan uchqashmoqchi bo'lgan magnit maydonini o'ziga tortib olib bizni uchqashtirmoqda. Shuning uchun biz ba'zi bo'lmasaqmi bo'ladigan kasalliklarga giribtor bo'layotimiz ham uningga ortiq pul xarjlayapmiz. Albatta, hozirgi zamonda, hozirgi taraqqiyotda bizga g'arbning dorisi yoki sharqning dorisi yoki milliy tabobatning dorisi kam emas.